barchamiz yaxshi tushunib olishimiz zarur. Ayollarning tashvish va mashaqqati ham, zimmasidagi mas'uliyati ham erkaklarga nisbatan ancha yuqori. Uy ro'zg'or ishlari va farzand tarbiyasidan ortib ta'lim olayotgan, mehnat qilayotgan va tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar zamonamizning haqiqiy qahramonlari desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Mana bugun juda ham ajoyib tashkil qilingan seminarda ishtirok etish nasib qilib turibdi. Shveysariya taraqqiyot hamkorlik agentligi hamda suv xo'jaligi vazirligimiz tomonidan tashkil qilingan. Biz bundan juda ham minnatdormiz, juda ham xursandmiz. Bo'sh vaqtlarimizni ishdan tashqari shunaqa mazmunli, foydali ma'lumotlar, juda ham chiroyli seminar treninglar bilan o'tkazish juda ham yoqimli. Juda ham ko'plab suv xo'jaligi vazirligimiz, xususan yurtboshimiz tomonidan bizga berilayotgan imkoniyatlardan mamnun bo'lgan holda ayollarni har tomonlama jamiyatda gender tengligi masalasida, gender tengligi siyosat doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va shu bilan birgalikda ayollarga berilayotgan e'tiborlar, qo'llab-quvvatlashlardan ilhom olib, o'zimizni jamiyatda faoliyatimizni davom ettirib kelmoqdamiz. Xususan bugungi mavzu doirasida suv xo'jaligi sohasida zaif qatlam masalalarda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik hamda o'zimizni faoliyatga yuritib kelayotgan ayol fermerlarimizning hayotiy tajribalarida misollarni o'rganib chiqdik. Seminar treninglarni fermer ayollar bilan birgalikda, suv xo'jaligi sohasida faoliyat yuritib kelayotgan ayollar bilan birgalikda yanada ko'proq tashkil qilishni so'rab qolardik. Chunki bo'sh vaqtimizda shunaqa juda ham chiroyli, ajoyib, bir-biridan qiziqarli hayotiy tajribalar misollarida o'rganib kelinayotgan seminar treninglar bilan o'tkazish biz uchun ham foydali, ham mazmunli bo'lardi.